Ha, onasi kayfiyating yo'q. To'yib ketdim hamma narsadan. To'xtab tur. Assalomu alaykum. Xotin-qizlar qo'mitasi ayollarning gapini tarjima qilish bo'limimi? Bitta xodiminglardan jo'natib yuboringlar. Gapir endi onasi. 14 yildan beri bitta narsa. Bolalarga qara, ovqat tayyorla, kirlarni yuv, uylarni yig'ishtir. Mana bundoq odamga o'xshab yashaymanmi o'zi? Anchadan beri narsa olib bermadingiz. O'shanga xafaman. Zo'r ko'ynak ko'rdim. Olib berasizmi? Ha, shuni odamga o'xshab gapirsang bo'lmaydimi? Jonim, shuni vaqtida aytsang bo'lar ekan. Bo'pti, 1 million beraman. O'sha ko'ynagingni olgin-da, boshqa boshim ortmagan. Asalim, sen uchun 1 million uyoqda tursin, jonimni ham berishga tayyorman. Voy rahmat adajonisi, sizga ham rahmat. Mayli, baxtli bo'linglar. Xizmatim kerak bo'lsa, telefon qilarsizlar. Boy chechagim, qora qosh, boy chechagim, yulduzlarday sochilgan boy chechagim.